Ustoz 1 minut. Assalomu alaykum. Bugun konsert haqida fikringiz? Men bugun birinchi marta tomosha qildim. Bir necha yillardan beri konsert qo'yadi. Men birinchi marta kelishim. Boya Elmurod o'ziga ham aytdi, xuddi 3 kishi konsert qo'ygandek bo'ldi-da. O'zi haqiqatdan ham 3 kishi-ku. Rang-baranglik, o'ziga xoslik, yangilik, yangi ko'rinish, yangi imij, yangi xarakter. Men qiziqchilik san'atiga yangicha yo'nalish olib kela olgan, yangi qon, yangi nafas olib kira olgan ijodkor sifatida bugun yana bir marta Elmurodga hurmatim oshdi. Endi sizga yoqqan joyi konsertda qaysi hazili ko'proq sizga yoqdi? Deyarli hamma hazillari zo'r. Endi hazillardan ham ko'ra mana bunaqa bir yaxshi gaplar bo'lyapti-da. Masalan, oxirida ham aytayaptiki, o'zimizga o'zimiz ishonmasak bizga kim ishonadi degan gaplar, masalan, yaxshi gaplar. Masalan, maktab haqida gapirganda yoki masalan qo'shnini bolasi deb mana bunaqa narsa shu bir nima deydi? Gapni tagidagi gaplar, keyin oxiridagi o'sha mavzudan kelib chiqib g'oya fikr berishlari juda o'ziga xos. Bu narsaga hammani ham aqli farosati yetavermaydi. Bu yerda juda haqiqat gaplar, hazil bilan, satira bilan achchiq aslida aytadi-ya, yig'lashimiz kerak bo'lgan gaplar, achchiq haqiqatlar satira orqali, kulgu orqali tomoshabinga yetkazib berilyapti. Yil qiziqchisi Haqqoniy akamni ko'rdingiz, mana o'zingiz ustoz sifatida ayting, konsertiga birinchi marta keldim dedingiz. Men uni hech qachon nohaq. Yo'q, haqlimi Elmurod akam demoqchiman sizga ustoz sifatida. Men haqli nimaga deganda, men bitta narsani aytaymi? O'zi aslida bu narsa noto'g'ri. Aslida bu narsani o'zi noto'g'ri. Nima deydi? Sen zo'rmassan, sen zo'rmassan degan narsani o'zi noto'g'ri. Bu narsani unutish kerak, chunki ijodkorni eng sindiradigan narsa bu maqtov. Meni ustozimni bitta gaplari bor. Doim maqtovdan qochgin degan gaplari bor. Lekin masalan, tomoshabinlar loyiq ko'rgan insonni, masalan, men hech qachon inkor qilib yoki bo'lmasa men nima deydi, yo'qqa chiqarib olmayman. Endi bu yerda hazil qildi, hali kommentariyada unaqa yozdi, bunaqa yozishdi deb noto'g'ri tushunishmasin. Noto'g'ri tushunish anaqa bo'lmasin, bu hazil, kulgu sifatida. Lekin o'zi bu narsani o'zi noto'g'ri bo'lyapti. Men bu shu madaniyat vazirligiga bu narsani aytmoqchimanki, 80 ta ovoz olibdi, 40 ta ovoz olibdi, ovozga qo'yib, bunaqa narsalarni ovozga qo'yib aniqlab bo'lmaydi. Bunaqa narsalar, masalan, futbol deysizmi, kino deysizmi, yo bu jahon san'ati bo'lsa, bunga faqat mutaxassislar, shu sohaga ahli yetadigan jurnalistlar, shu sohani tushunadigan insonlarni ovozi bilan aniqlanadi bu narsa. Tushunyapsizmi? Bu yerda masalan meni taniydi, Elmurodni taniydi, masalan, Mirshakarni masalan taniydi. Bu yerda yilni eng yaxshi rassomi turibdi, haykaltarosh turibdi. Ularni taniydi. Tushunyapsizmi? Tushundim men sizni. O'shaning uchun aslida sen birinchisan, sen ikkinchisan degan so'zi o'zi noto'g'ri. Eng muhimi ijod. Ijod yurish kerak, ijod gullash kerak, ijod oldiga surilsa, bu muxlislar uchun yaxshi bo'ladi. Muxlislar maza qiladi. Lekin bugun konsertda men haqiqatda maza qildim. Gap yo'q. Yo'q. Men fikrimni bildirib qo'yay. Haqiqatda qiziqchilik yo'nalishida yangi qon olib kirgan, yangi nafas olib kirgan ijodkor sifatida gap bo'lish mumkin emas. Elmurod Haqnazarov. Rahmat. Zo'r. Qani? Mana. Qaraysiz, maqtadim nimalar. Ilohi. Nimalar deb tashagan bilasizmi? Assalomu alaykum, ilohi. Nimalar deganini bilasizmi? Nima dedingiz? Hali qaysi kanal bu? Gaplashamiz. Uydagilar qo'yib beraman. Shu ikkisi bor joyda bu ham yurish kerak mana. Qaysi kanalsa, vada kanal nima? Nima qilyapmiz? Mana ko'rib turibsizlar, qaytadan ovoz beringlar. Ovoz beringlar. Botirga chiqib turinglar. Mirshagar, siz ovoz olishni yo'lini bilmadingiz-da. Telegramdan jo'natish kerak. Ovoz bergan bir paket yog' beraman deganingizda. Men bildim, yo'qda 40 baravar bor edi, 40 million so'm pul bor edi, anu narsa bor edi, ko'changizni asfalt qilaman degan joyi yo'q ekan, qatnashib o'rdim ekan. Endi biz baribir 3 soat kuchiga egamiz, 3 kishi bizda. Siz ham o'zingizni odam hisoblamaysiz? Albatta.
Yo, kommentlar nimaga unaqa? Endi hali Avazovga berib. Mirshakarga nima? Yo'q, Mirshakarga ko'pchilik Mirshakarga ko'pchilik ovoz bermagan sababi shakari bor-da, sahri borlar bunga ovoz bermagan. Semirtirib yuboradi. Semirtirib yuboradi. Dunyo qarshi shakarni minus qilinglar, shakardan voz kechinglar, shakardan voz kechinglar. Quloq solmaylar u gaplarga. Lekin Elmurod Haqnazarov bugun men konsertga kirib bitta narsaga amin bo'ldim. Yilning eng zo'r qiziqchisiga loyiq. Sizga nima ta'rif berishni bilmay yurardim-da, o'sha chiqqandan keyin Iskandar aka hamroh bo'lib ustozda baribir zo'r gap gapirdi. Avaz Elmurod haqligi dedi. Avaz oxunga unvon kerak emas dedi-da. Avaz oxunga o'zi unvoni bor, o'z unvoni bilan u deydi-da. Siz shunaqa odamsiz. Siz unvonni nima qilasiz? Keyingi yil aralashmang, biz o'zimiz. Sizga xalq unvonni berib qo'ygan. Ya bu yerda 3 kishi bor, men Umarni qo'shinglar. Galis dedi hurmati. Yo, men qiziqchi emasman. Qiziq nodir aka. Nima kuldiryapsiz bo'lmasa? Rostdan ham boya. Nima aralashyapsiz bo'lmasa? Mana Ozodni qo'shinglar mana, Ozodni. Ozodni. Mana Ozod. Mana qara, Ozod bu yoqqa mana. Oti Ozod doim bor. Keling sizlar qiziqchiyasiz. Keyingi safar eshitib tur mana keyingi safar yilning eng yaxshi qiziqchini aniqlamoqchi bo'lsanglar mana Elmurod, Nodir, men Ozod, Mirshakar, men nima qiladi? Masalan, o'ynamayman. Men o'zim bolaligimdan shunaqa, o'zimdan kichkina bolalar bilan o'ynamayman. Prosta turaylik ozgina. Menga dadam aytganda tengim bilan o'yna degan. Da. Siz tengila sanatoriyda qarang. Давайте mashina turaylik. Ko'stik bo'layapti. Yo'q. 5 yil, 10 yildan keyin video YouTube'ga chiqadi. Men bu qarama, hammasi yoshgina bo'lgan ekan deb o'zimiz o'tirib ko'ramiz. Ozgina gaplashib turamiz. Shu gaplaringni musobaqada oldi qilmaysan. Yo'q deganimda shu holat. Avaz akani qo'shmaylik deyapman. O'zimiz. Yo'q, lekin Avaz aka ana unaqa muxlislari negativ yozishi mumkin, lekin hayron qolaman. Bular muxlislari telefon bor-da hali. Tushunadi-da. Realchi. Zamon rivojlanganini qarang. Ularni muxlisiga yozish qiyin. Instagram. 3 marta bosib. Tashto g'oliblik sababini tushundinglar-a? Yo'q. Ha, ko'rdinglarmi? Avaz aka. Ko'rdinglar? Avaz aka yana nima? Bular boyadan beri yosh bolalarning o'yiniga xursand bo'lgan. Yo'q, men Elmurod aka tanlovda g'olib bo'lganlariga odamlar yozyapti-da, buni obunachisi ko'p deydi. Qarang. Siz bilan Mirshakar aka obunachi yig'maganiga ham shu odam gap eshitdi. Qarang. Rahmat. O'zingizda nechta? Manda 4. Nechta? Yo, to'xtang. O'zingizda nechta? Manda obunachimi? Nechta? Obunachi ko'p. Nechta? 1 milliondan ko'p. 1 million 700 ming. 1 million 700 ming. Ha, kamroq bo'lsa uyimga yurib aytib qo'ysangiz bo'ladi demoqchi. Gap yo'q, rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Bu kanalda egasini qarang, tomoshabin. Mikrofon известный bo'lib ketdi. Ijtimoiy qamayat bo'ldi. Intervyu. Nima baxtli kanal ekan, Rahmat. Shuncha odam intervyu berdi, so'ramasangiz ham, Gap yo'q ekan. O'shada men boshqa tomoshabin o'zining kanaliga. Shuni aytadi, tentaydi shuni xudo o'nglabdi.